Qanday yaxshi turdinglarmi? Hadi uxlab chiqib qolibdimi? Ağaç o'tiraver. Qizcha. Qanday? Doktorlar nima deydi? Doktorlar keladi. Shiddat operatsiya qilamiz deydi. Unda bo'lsa yaxshi o'tdi-ku. Shikadagi doktorlarning texnikasi texnik usti. Shular kayni saqlaylik. Ular uchun bunday kasallar qiyin emas. Bo'ldi, bolam. Siz qaytib ketaylik. To'yingni qilib olsamla, meni boshqa olmayman o'ylaysiz. Nega ham deydigansiz, appa? Yo'q, ketma qilmangiz. Qanday qilishni qiynaydi. Sizni davolab qo'ysam bo'lmaydi. Oysam qada. Siz undaq desizlar, siz qanday qiladi? Mena bir maslahatim bor. Agar qo'shilsanglar, shu bo'yicha ish qilaylik. Qanday? Agar sizlar ma'qul ko'rsanglar, meni qahvaxonamda ishlab turinglar. Doktor kelganda otingizni operatsiya qildirib, endi qaytsanglar bo'ladi. Men maoshimni o'tgan deyishdan bo'yicha beraman. Agar xohlamsanglar, bilan yurib ketib qo'ying. Aksincha, biz sizni yerim ko'p avvar qildik. Sizga ko'p yaxshilik qildim. Sizning yordamingizda men opamni biyaga davolash uchun keldim. Mening to'yimda ishga qoldi. Doktorning deyishicha, hozir o'quv dorilar og'riqni pasaytirib bo'ladi ekan. Shundan shu dorilarni ilib, opamni erkakday. To'ydan keyin kelib, opamni davolasaymikin deyapman. Yaxshi o'ylabsiz. To'y ishi bo'lsin deydi. Endi sizlarchi? Aksincha, biz Dilnoz bilan faqat Urumchini ko'rib bilan keldik. Bu yerga yurtimiz yetmayotgan. Siz yana qaytib yurtimizda ishlaymiz uchun deymiz. Undaq bo'lsa ixtiyoringlar. Sizlar Urumchi kelgandan keyin mana ishma. Kashmasdan bir nima qilib olasiz. Qanday? Rahmat sizga aytdim. Dilimni ozor qildim. Endi nima qilmayman. Shuncha jiroq yerdan kelib meni qahvaxonamni ko'rmay kelsanglar bo'lmas. Qanday qildim ocham qadi? Xo'p, bola. Bu akamlarning yaxshi ko'ngli. Berib qo'yib kelinglar. Bundaqda hech sizlarni og'irlik qilmayman. To'g'ri. Sen hozir bir bundan yana ekib atrofga kelib, aytadigan nimani qildirmay qo'ymaylik yana. Xo'p, bola. Berib ishlarni tezroq bitirib keling. Bering.
qolmanglarjimi? Ansirab qoladi ekanman. Xotirjam bo'ling, appa, hech ish bo'lmaydi. Oy. Xotirjam bo'linglar, hech qanday chatiq chiqmaydi. Kashni men o'zim akab qo'yaman. Tayyorlig'im bitdi. Mana bu chiroyli qilib ketibsiz-ku. Rahmat. Emas mangayli. Ma'qul appa, biz berib kelaylik. Hozirlaylik kelaman. Bo'ladi bolam. Men faqatla xotirjam bo'lamayapman. Xotirjam bo'ling, appa. Kash qolmanglarjimi? Ma'qul appa, xotirjam bo'ling. Hozirlaylik kelaman. Baldir qaytib kelinglar. Ma'qulim. Bo'ldi, turib qolsada. Xo'sh appa. Ma'qul, Xudoyim rahmat. Xo'sh appa. Xo'sh bolam. Xudoyim omonat. Bu yerning ustiga o'tirmay. Qavmi yurib qolay debdi.
Bu balla neydi çıkıp yürgendi o. Baldır kilanglar deginim tehi. Toğa, men onda senden düşkörüp kalgandım. Kula, ballarını. Düz kalayımdı kalmaydı. Uyg'onsanlarchi, Aynur, Gulnaz, uyg'oninglarchi. O'yinlar. Biz nega ketib qoldik? Hayri, biz nega ketib qoldik? Biz nega ketib qoldik? O'qiyga aldangan o'xshaydi. Endi biz qanday qilamiz? Odam baba! Sizni qutqizinglar! Odam baba! Odam baba! Odam baba! Sizni qutqizinglar! Odam baba! Qanday qilamiz? Deyish anlamdi-ku. Nimaga vaqirishlar? Ha? Aksincham qilay. Biz uni bilan ko'rishimizni. O allaqachon ketdi. Bizga sizlarni qarzga hisoblab sotdi. Sizlar unga 50 million qarz etkensizlar. Nima? 50 ming? Bu biz qachon undan 50 million qarz olibmiz? O sizlarga bunun uchun pul berishga, yana tehi otanglarni davolatgan pul, sizlarni mehmon qilgan pul, yasam, kira, hammasi bo'lib 50 million bo'ldi. Bunun hammasi yolg'on. O pullarni bizga o'zi yordam qilib bergan. Ey, hozir kimga yog'ib pul berdi? Ha? Sizni aksinchomda ko'rishtiringlar. Ulan tushum, o sizlarga Urumchiga ketdi. Urumchiga undaqda bo'lsa-ya. Bu degan Gonjo. Sizlar yavaş bilan o'zingizni kirish, bo'lmasa sizlarga yaxshi kun yo'q. Agar uni bilan ko'rishmoqchi bo'lsa, avval qarzini to'la. Bo'ladi. Nishku o aldamchi uchrab qolgan bo'g'iydi. Nishku askarning gapini anglamay. Otam bilan yolg'iz Urumchiga kelgan bo'g'iydi. Bechora opam. O yerda yolg'iz qanday qilyotgandi? Endi qanday qilaman?
Gülnar. Kechiring ada, sizlarning yatak so'ragan pulinglar tugab qoldi. Agar ham yastingiz topshiring, bo'lmasa yatakni qaytarsangiz bo'ladi. Qizim, mening so'zim yatakdan chiqib ketib 3 kun bo'ldi, siz qaytib kelmayapsiz. Men qanday qilsam bo'ladi? Bu yatakni piliga bir istayman. Agar pullar bo'lmasa, men sizni pulni arzon yatakni olib qo'yay. Qizlar ketib qolsa, men uyini o'rniga erisam bo'ladi. Shundoq bo'lsin. Xo'jayinning oldiga kirganda yuvosh bo'lish. Turisha. Nima tez bo'l. Hey, ularni yatakqa chiqarib, xo'jayinning oldiga aytib kiramiz. Tez bo'l. Turisha. Tez bo'lish. Tez. Xo'jayin, ularni kirdi. Vaqt berib o'tirish. Tez. Sizlarni men setib oldim. Shunga mening gapimni anglaysizlar. Ata mening qahvaxonamga men chaqirib akiramaydigan mehmonlar kelmoqchi. Sizlar ular hamroh bo'lasizlar. Yo'q. Biz hargiz bormaymiz. Xo'jayinga ketganda bo'ladimi? Senler boş filan maqul bo'lish. Bo'lmasa, senlarga rahim qilmayman. Bu yerda turib qolaman deysan. Quloqlarim yumshoq bo'lsin. Xo'jayinning gapini anglashdingmi? Obsha! Yo'q, chiqish. Ket. Nima? Risha. Gel. Ezbol. Mana. O'tirib. Mana. Nere bak. Nere. Gel. Bu xo'jayinning mo'yin mehmonlari. Agar chatoq chiqib qo'ygan bo'lsang, o'g'lingizni uni ko'rsayman. Mehmonlar, hozirgam o'tiraver. Beni koyuyorlar. Gel otur. Bella otur. Gel. Oy, udakımdan. Gel. Sen udakılısın. Ama da otur. Ben yanında oturalım. Bu ara şişirdim. Şimdi bu. Hey, baca. Sen ne yapıyorsun? Sen ne diyeceğim?
Voy. Nima? Hozir chiqay. Yeni oldu. Bu küçük manama kişi gidip koyacak hocam. Kötülük işini konuşturamam. Ormandan duruş! Çıkar! Kalk oğlum! Ne yapıyorsun oğlum? Canım ucunda kıvamdın ya! Men sizlarga nima dedim? Ularning qanchalik qimmatli mehmon ekanligini bilishamsa, qaraganda mening chiroyli gapimni anglag'inglar yo'q o'xshaydi. Bo'ladi. Sizlarga gap anglimiz qanday bo'lganligini bir ko'z tutib qo'yay. Xo'jayin. Ishlar qandayroq? Hammani o'rnashtirib qo'ying. Endi eng chiroyligidan birini. Bak bak. Besh Sen adına bak! Günaydın dostum. Günaydın. Canım aşkına beni vurdular.
Yüzüne payım bana günüm. Hatırlayacağım oğlun yıllar. Bu yerde çokum sağ salamet çıkıp gittiniz. Şu çağda senin toyun olacağın günlerimi kiledim. Sen yürük toyun yeni giyindin. Ben sana koldaş olurum. Toyunurumu toyunga atıp sana sahip istiyordu. Benim dostum. Şakirlerimiz çok gülüsü. Ayşemxonada necha vaqtdan beri qizlarni izlab topolmadilar. Agar qo'shilsalar, men seni yurtlarga yo'lga qo'yib qo'yay. Avval uylarga qaytib tursalar. Balkim qizlar seni izlab yurtlarga qaytgan bo'lishi mumkin. Qanday deydi? Qaraganda sizlar hamroh bo'lishga unamaydigan o'xshaysizlar. Bo'pti. Men sizlarni zo'rlamay. Mundaq gap. Biz tijorat doiramizni kengaytmoqchi. Shunga mol sotquchi olmoqchimiz. Biz noit qimmat baholiq g'irim savdosi qilamiz. Bizga sizlar sagak qizlar bo'lmasa bo'lmaydi. Sizlar menga qarz bo'lgandan keyin menga mol sotquchi o'pishsanglar. Undaq bo'lganingmi yomoni yo'q. Agar molni yaxshi setib bersanglar, men sizlarning qarzinglarni ko'chirib o'taman. Sizlarni Shinjonga yo'lga sepib qo'yaman. Navoda çataq chiqarsanglar, o chaqda barliq mollarni sizlar to'laysizlar. Agar molni yaxshi sotsak, bizni rastul Shinjonga yo'lga sepib qo'yamiz. Albatta. Yaxshi sotsanglar, sizlarning maoshinglarni yuqori bo'ladi. Lekin shu narsa saminglarda bo'lsinki, uchinglar hargizmi bir vaqtda mol sotmaysizlar. Navoda birasinglar mol setish jarayonida chataq chiqarsanglar, qolgan ikkinglarni o'ltirib o'taman. Amis chiqib bir hafta obdan damaylanglar. Chiqaveringlar.
bizni buncha oson mal sotqich qilganligiga hayronman. Ularning mallari rostla shunchalik qimmatli malmidi? Meningcha shundaq. Undaq kirim buyumlarini er xo'jayinlar setilib nima qiladigandu? Balkim xotinlarga olib bera. O'tganda molni elib xo'jayin degan adresga ipasam, ular lav bu yoqning osti tarafidan kichkina bir bo'laqni olganligini o'g'limni ko'rib qoldim. Nima? Bo'laq? Biz oldimizmi nima? Ular zahir chekimlik emasmi? Zahir chekimlik so'z qilyapamdi qandaq? Nima deydigansan Gulnaz? Biz oqtamak so'z qilyapamdi. Endi biz darhol ketib ketaylik. Qandaq qachimiz? Ular bizni birga ko'chib chiqarmizsa? Oldi bilan rost shu ishni qilyapamdi, yo'q insof qaqayli. Agar rost shunday bo'lsa, ketishning amalini qilmamdiq. Shunday qilaylik. Qo'shi. Bodi etse, hem çıkışma. Hazır kızlarını bilmemse. Hazırca kızlarının hemisi yaxancı bulup gitti. Senin bunçılık kızının ne? O bilemse. Belki başka birisini çekip alğanda o. Onu seni yaxşı görün bolsa, toyunğıça üzgür kelgen boladı. Hazır kızlarga işengil bolmaydı. Bir. Ben sana dedim bu adaş. Onçılıp hayırlık etme. Oldu ya, işte sizi. Ben onunla işinip deme. İstet onunla kalan akide. Neymiş onu yaxşı görüp kalan deme. Onun yüzsüzlüğünü burulup bilgen bolsa, bu işler yüz vermeyen boladı. Hoş geldin.
bu yerdan qaytishga urindingmi? Oyjon! Qaraganda mening qandaqligimni bilmaydigan o'xshaysan. Uningga tayoqni tadbir. Ya bu yoqqa! Canım hoşuna kıyamdı Leyla! Ziyon tatdim. Shuncha oddiy ish qilsam-mu mendan rozi bo'lishmay, menga tex ish deb berishyapsan. Esingda bo'lsin. Qarzing qachon tugaganda, ondan mendan qutulishdi. Aranglarda qaysinglar yana qachiman deb ish tersang. Esingda bo'lsin. Qolgan ikkini o'ligini to'lig'siz qilib ketaman. Dinmas. Aynurga qarab turg'in. Men xo'jayindan ruxsat so'rab, to'g'ri ag'ash meva yeb kerak. Bo'ladi, beravergin. Mayda, seni xo'jayin chaqirdi.
Bugün ne gıvadın? Doğruxandan doğru setip elip andan meyve aldın. Biren at oluş kişi bilen paran seriştin mi? Yo'q, hech kim bilan paranglashmadim. Rastını et. Haras, birisiga so'qilib ketib mevalarim chechilib ketdi. U terib bergach, apu so'rdi shu. Onundan başka paranlaşmadığlar mı? U mening qayerdaligimni so'rdi. Sen nime dep cevap verdin? Men uningga Shinjonglik dedim. O kalva. Eğer o sakçıp kaskanda kılattı. Ras, undan boshqa hech nima deyishim yo'q. Men rosa hech nima demedim. Hayırlı sürekli cevap. Gitmeyin kalıp şeyler. Bunu bırak yapıya yıkıldılar. Xo'jayin, ay! Aydan, aydan! Aydan, xo'jayin, maqishinam! Aydan, siz rastul taqilmisiz? Xo'jayin! Moira hozirgacha kirmayotdi, bir ish bo'lmagandi ha? Saytib turg'in. Men xo'jayinni qiziq chiqib so'rab boqay. Xo'jayin, atigan Moirani chaqirib ekansiz. Texti qaytib kirmadi. Shuni sizdan so'rab boqay degan edim. O ötküzgen günahı için tegislik cezası neydi? U nima gunoh o'tkazdi? O bizni sakçıga çıkıptı. Saqchiga? Bu hargiz mumkin emas, xo'jayin. Agar u saqchiga ma'lum qilgan bo'lsa, bu chaqchi saqlab yekib bo'lmabdi. Xo'jayin, siz meni ishining. U hargiz bunday qilmaydi. Uni qo'yiting bo'landi. En yaxshisi bu ishga aralashma. Chiqib uyquni uxla. O'tinib qolay, xo'jayin. Uni kechiring. O'yini sizga kerak bo'ladi emasmi? Agar rastul u gunoh o'tkazgan bo'lsa, uning o'rnida men sizga yaxshi ishlab, uning o'rnini to'ldirib beray. Sizni o'tinib qolay, xo'jayin. Mayrani qo'yiting, ha? Bo'pti. Sening yuzini qilib bo'lsa-mu, uni kechirib o'tay. Rahmat sizga, xo'jayin.